hurmatli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerikada yashaydigan Uyg'ur jamoat arbobi Sayfullo Abduqodir Efendi Turkiya hukumatiga talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Uyg'ur ojiz-singillar Menlo parkida restoran ochdi. Nyu-York vaqti gazetida bosh qog'oz inqilobi bo'shab ketyotidi, ammo namoyishning yirtizini unutib qolmaslik lozim degan temada bir maqola e'lon qilindi. Saudiya Arabistoni podshosi Shi Jinpingni dog'-dog' bilan kutib olgan. Beijingda yuqumning yeyilishiga ergishib, qizitma tushiradigan dorilar qis bo'lmoqda ekan. Shunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerikada yashaydigan Uyg'ur jamoat arbobi Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandining dadasi Sayfullo Abduqodir apandi Amerika boshliq xalqarodagi barliq davlatlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qildirish uchun Oqsaroyning oldida bir haftadan ortiq vaqtdan beri izchil namoyish qilayotgan bo'lib, har soha, har kasbdagi insonlarga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning zarurligini anglatmoqda. 8 dekabr kuni Türkiye Milletçi Hareket Partiyasining muavin rahbari Mavlud Karakaya boshliq vakillar o'miki Oqsaroyning oldiga kelib, mustaqillik jangchisi Sayfullo Abduqodir apandini ziyorat qildi. Sayfullo Abduqodir apandi Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Turkiyaning Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashini talab qilganligini aytdi. Sharq Turkiston sürgünde hukumati Twitter hisobidan Turkiya Büyük Millet Meclisi va Turkiya Tashqi ishlar ministrligidan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonni besilgan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz dedi. Uyg'ur ojiz-singillar Menlo parkida Uyg'ur restorani ochgan. Almanak xabar torining 8 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Almira va Qalbinur ismli ojiz-singillar oshpaz oilasida dunyoga kelgan bo'lib, Almira yaqinda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, yurtining Sharq Turkiston ekanligini, ota-onasining Sharq Turkistonda necha 10 yil oshxona ochganligini, oiladagi 4 nafar kishining tomoq tayyorlash uchun 6 soatlik musofirni bosganligini aytgan. Bularning restorani Ko'rfaz rayonidagi Menlo bog'chisi shahar markaziga joylashgan Xonimxon nomidagi Uyg'ur restorani. Sharq Turkiston Xitoy qo'ygan mustamlaka ismi bo'yicha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataladi. 1949 yildan boshlab Xitoy Kompartiyasi tarafidan ishg'ol qilingan bo'lib, Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchraydi. Otasi Qalbinur 2010-yili Amerikaga universitet o'qish uchun kelgan. 2011-yili Sharq Turkistonga bir qatam ziyoratga borgandan keyin hech bora olmagan. Kichik singlisi Almira 2015-yili Amerikaga kelgan. Universitetni bitkizgandan keyin ojiz-singillar mashina tijorati bilan shug'ullangan. Ular Menlo bog'chisiga do'stlarini ziyorat qilishga borganda, bu go'zal yerda bir Uyg'ur restorani ochishni ko'ngliga pukkan. Ular atrofdagi Uyg'urlar va ularning oilalari bilan aralashib o'tganligi uchun ota-onalari Xitoyning zulmiga uchrashi mumkin. Xitoy ularning ota-onasining pasportini tortib olgan. Ojiz-singil ota-onasi bilan hozir aloqalashmaydi ekan. Ular ko'chmanlar jamiyati ommasini xizmat bilan ta'minlashni, o'zining oshpazlarini o'zlari yetishtirishni planlagan bo'lib, yangi yilda xizmatchi qabul qilmoqchi bo'lib yetibdi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining aytishicha, Amerikada 10 mingdan 15 minggacha Uyg'ur yashaydi ekan. Nyu-York vaqti gazetining Xitoycha xabar torida 8 dekabr kuni oq qog'oz inqilobi bo'shab ketyotdi. Ammo namoyishning yiltizini unutib qolmaslik lozim degan temada bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada oldingi oyning oxirida Xitoyning nurg'ulg'an shaharlaridagi nurg'ulg'an kishilar ko'chalarga chiqib, nol yo'qim siyosatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar erkinlik va demokratiya talab qildi. Xitoy buningga qarshi davlat bexatarlik sistemasini ishga soldi. Bu yerda muhim bo'lgan bir faktni unutib qolmaslik kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyni Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat ishladi dedi. O't oftida ko'rganlarmi Uyg'urlar edi. 1989-yildagi Tiananmen voqeasidan buyon mamlakat miqyosida bundoq namoyishlar ko'rilib boqmagan. Her bir namoyishchining nima o'ylayotganini aniq bilish mumkin emas. Ammo namoyishga aloqador rasm va sinalg'ularda hech kim atalmish Xinjiangdagi vahshiylikni bevosita tilga olmadi. Chet eldagi bir qism namoyishlarda tilga ilingan bo'lsa-mu,
Xitoydagi namoyishlarning hech qaysisi hech bo'lmaganda sirtdan kuzatuvchilar bo'lsa-mu, jazo lagerlarini taqash, majburiy emgakni oxirlashtirish yoki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilmadi. O'ldirilganlarning Uyg'ur kimligiga va atalmish Şinjandagi texnik keng krizisga sal qaraldi. Torda tarqalgan plakat va lozunkalarning ekran ko'rinishlarida hammamiz Şinjanddan yoki Uyg'urlarni yurtdosh deb qaragan. Ammo Uyg'urlar to'g'risida aniq bir narsa deyilmagan. Amerikadagi Xitoy o'quvchilar menga bu yerda nurg'un kishilarning hatto Amerika maktablaridagi nol yuqumga qarshi yig'ilishlarda atalmish Şinjandagi keng ko'lamlik bostirish haqida so'zlashni xohlamaydiganligini aytdi. Men Twitterda namoyishchilardan ularning ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga Uyg'ur bo'lganligi uchun hesdashlik qilayotganligi yoki texnik ma'nodan aytganda ular yurtdosh bo'lganligi uchun hesdashlik qilayotganligini so'raganimda ba'zi kishilar mening nimishqa bundaq inchiklaydiganligimni so'radi. Bir to'rdosh Uyg'urlar bilan Xitoylarning farqi bormi? Uyg'urlar bizning qarindoshlarimiz dedi. Albatta bizning o'rtaq insonlik tuyg'imiz bizning hesdashligimizni qo'zg'aydi. Qandaqla bo'lmasin, atalmish Şinjandagi namoyishning yiltizini unutib qolmaslik kerak. Xi Jinpingning atalmish Şinjang siyosati bilan nol yuqum siyosati birdek bo'lib, dastlabki qadamda kishini cho'chitadigan bir tibbiy metafora. Barliq xalq cho'qim echinishliq tibbiy davolashni qabul qilishi, oshqun ideyadagi viruslarni chiqarib o'tishi kerak. Haqiqiy kasal Xitoyning boshqa joylariga tarqalgan vaqtda atalmish Şinjangga selishtirganda amaliyotga aylanadi. Xitoy Kompartiyasining kasallik bakteriyasiga qarshi turish mezgili va atalmish yoshirin kasallikka qarshi turish usuli birdek. Atalmish Şinjangda Xitoy o'zi devorgan atalmish ideyadagi kasallik kontrol qilish uchun 2017-yildan boshlab atalmish Şinjangdagi necha million insonni jazo lagerlari va turmalarga qamab, biologiyalik sonliq ma'lumot to'pladi. Ular bexatarlik kamerasi va aqliy iqtidorli telefonlar orqali insonlarning faoliyatini kuzatdi. Sonliq ma'lumotlarni yig'di. Xitoy atalmish Şinjangda 100 kundan ortiq vaqtdan beri nol yuqum siyosati yurgizdi. Xalqaradagi sayohatchilar bu rayonga kirolmaydi. Xitoyning realligidan dunyo xabarsiz. Tajovuz xarakterli har kuni yadro silta siniqi orqali Xitoy fuqarolarining sonliq ma'lumotlarini yig'ib, uni kod taqsimlashning asosi qiladigan sandonga qo'ydi. Kishilarning faoliyati yonfonlariga tekshirish uchun yetkazilgan bu sog'lomlik kodiga bog'liq deyildi. Saudiya Arabiston podshohi Xi Jinpingni dag'dug'i bilan kutib olgan. Amerika ovozining 8-dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xi Jinping 8-dekabr kuni 3 yildan buyongi yuqumdan keyin tunji qatim Riyodga ziyoratga kelgan. Saudiya Arabiston havo armiyasi Xi Jinpingning aeroplaniga hamroh bo'lish uchun 4 urush aeroplanini avatgan. Xi Jinpingning aeroplani qo'nganda uningga Saudiya Arabistonining 6 qo'g'dug'uchi aeroplani hamroh bo'lgan. Amerika simliq televiziyasi Saudiya Arabiston bilan Xitoyning munosabatida o'tgan 20 yil mobaynida intayin cho'ng ilgirlashlarning bo'lganligini xabar qilgan. 20 yil ilgari Xitoy Kompartiyasiga qarshi maydonni mustahkam Saudiya Arabistoni tarafidan qarshi e'lonlaydi. Saudiya Arabistoni neftni asosliqi Amerikaga sotadi. CNNning xabariga qaraganda, bugungi kunda Saudiya Arabistoni neftning intayin oz bir qismini Amerikaga eksport qiladi. Xitoy Saudiya Arabistonining asosli xaridori va savdo hamrohiga aylandi. Bultur Saudiya Arabistonining Xitoyga qilgan eksporti 50 milliard dollardan oshib, umumiy eksport summasining 18%ni egalladi. Xitoy bilan Saudiya Arabistonining qimmat qarashi Amerikaga solishtirganda birdek bo'lib, har ikkilisi kishilik huquqqa ancha e'tibor bermaydi. G'arbning kishilik huquq masalasidagi tanqidiga qarshi turdi va ichki ishga aralashib olish bilan ayblaydi. 2018-yildagi Jamal Qashqchi voqeasidan keyin Amerika bilan Saudiya Arabistonining munosabati nacharlashishga boshlagan. Taratqularning xabariga qaraganda, Xi Jinping Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida ikki muhim yig'inga qatnashgan. Biri Xitoy Arab davlatlari boshliqlari yig'ini, yana biri Xitoy Fars qo'ltiqi davlatlari hamkorlik kengashi boshliqlari yig'ini. U yana Saudiya Arabiston va boshqa arab davlatlari bilan necha 10 milliard dollarlik savdo iqtisodiy va harbiy kelishimlarni imzolaydigan. Saudiya Arabistonining energiya ministri chorshanba kuni Riyod davomli Xitoyning ishonchli energiya hamrohi bo'ladi degan. Saudiya Arabiston axborot agentligining xabariga qaraganda, Xitoy va Saudiya Arabiston shirkatlari yana yeshil energiya, uchur texnikasi, qatnash mulozimati, qurilish va boshqa sohalarni o'z ichiga olgan 34 mablag' silish kelishimi imzolagan. Hamda Saudiya Arabistoni Xitoyning zamin butunligi, egilik huquqiga hurmat qilganligini alohida ta'kidlagan. İki davlat bir-birining ichki ishiga aralashmaydiganligini bildirishgan.
Beyjingda yuqumning yeyilishiga ergishib, qizitma tushiradigan dorilar qis bo'lmoqda ekan. Iqtisod vaqti gazetining juma kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Covid cheklimalarini azaytgandan keyin doktorxonalarda va sinoq markazlarida xalq uzun uchratda turgan. Beyjing tez tarqalayotgan yuqumning ta'sirida qolg'achqa, Beyjingda davolash aslihalari kamchil bo'lgan. Yuqumni davolaydigan doktorxonalar kasalliklar bilan liq to'lgan. Xitoy nol yuqum cheklimasini azaytishga boshlaganda, Beyjingda yuqum yomg'irgan. Xitoy hukumati çarşamba kuni kasallik alomati ko'rilmagan yenik bemorlarning uyida karantina qilishiga yo'l qo'ygan. Bu Xitoyning nol yuqum tadbirining mag'lub bo'lganligini ko'rsatadi. Bu davlatdagi 1 milliard 400 million kishining ko'pinchisi Xitoy davlat ichida ishlab chiqargan vaksinani ishlatmagan. Davlatning oldingi qatordagi davolash aslihalarining biri bo'lgan Beijing Birlashma tibbiy instituti doktorxonasi xizmatchilarining chiniqish uyini böbrek kasalliklari bemorlarining dializ markaziga aylantirgan. Bu şəhər Peyşənbə günü 4338 yeni Covid dilosini doklad qılğan. Oq qog'ozning ma'nosida mustaqillik shuariga ega shaxsiy yoki tashkilotlarning shu peti ovoz qo'shishini cheklashga yetarli. Chunki oq qog'ozning muddaosi mazkur harakatni izohlovchi Xitoy xalqining o'zlari ta'bir berib o'tganidek, oq qog'ozimiz bizning deyishni xohlaydigan, ammo deyolmayotgan hamma narsamizni ifodalash uchun simvoldir. Xolos. Demek, bu simvol xalqaroning nazarida Xitoy xalqining diktatorlikqa qarshi ko'tarib chiqqan simvoli. Shundaqla ularning nazaridagi Şinjanliklarni o'z ichiga olgan davlat fuqarolarining mavjud kommunistik hokimiyatga qarshi chiqara olmayotgan ovozining simvoli. Halbuki vatan sirtidagi mustaqillik shuari ostiga jam bo'lgan shaxsiy yoki tashkilotlar bo'lsa, ovoz chiqara olmaydigan bir hokimiyat ostidagi xalqning bir juz'isi ekanligini e'tirof qilmaslik prinsipi ustiga qurilgan milliy irodaning ovozchilaridir. Shundaqla ular vatan ichidagi Sharq Turkiston xalqiga vakolatan deyishni xohlaganlarini xohlaganicha deyalaydigan, erkin sado chiqara oladigan muhitdagilardir. Shuning bilan bir vaqtda mustaqil bo'lish istiqi bor millat demaklik Xitoy hokimiyati tugul xalqi bilanmi bir rejim ostida bir vagonga o'tira olmaydiganlik tutumida bo'lish deganlikni o'z ichiga oladi. Hamda siyosiy tutum buni taqozo qiladi. Mustaqillik da'vosi qilayotgan yoki shu ideyaga mansublanganlar bo'lsa, azaldan o'zlarining Xitoy fuqarosi bo'lishini rad qilib kelgan va hokimiyatni hech bir vaqt e'tirof qilmagan bir xalqning tamsilchilari bo'lganligidan derak beradi. Ya'ni bu deganlik hech bir vaqt Xitoy xalqining bir juz'isi bo'lmaganmiz va asla bo'lmaymiz deganlikni bildirdi. Milliy mustaqillik xususida zihniyat bu tarzda bo'lgan ekan, muqarrar holda pozitsiya va tutumlarda bu nuqtalar cho'qim aks etib turishi mazmunsiz oq qog'oz simvoli bilan bir qatorga tizilib olmasligi lozim. Bo'libmi bugünkidek xalqaro millatning mustaqillik irodasini eng kuchli yo'l bilan bildirish kerak bo'layotgan bir paytda Xitoy xalqining fuqarolari qatoridagi safdan o'rin olib turib, farq hech qildirmaslik xohishiga moyillik bildirish hamda o'xshash vagonga teng surilib olish istaklarini ifodalash bo'lsa, bilib turib qilinganda suyuqlantirish qopqoniga dastash, bilmay hayajonda qilinayotgan taqdirda o'p-ochiq siyosiy dötlik bo'lib qolg'usi. Burhan Muhammadning oq qog'oz harakati va siyosiy xalq xaridorligi nomli maqolasidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.